Nimaga Real Madrid boshqa jamoalarga qaraganda qaydnomasini vaqtliroq chiqaradi? Sababini eshitsangiz, bu jamoa qanchalik buyukligini bilib olasiz. Avvalambor kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bizning maqsadimiz 1 millionta bo'lish. Sizdan obuna, bizdan esa eng qaynoq yangiliklar. Bir paytlar Real ham boshqa jamoalarga o'xshab o'yinga 1 soat qolganida o'zining tarkibini e'lon qilar edi. Ammo 2021-yilda jamoaning ishchilaridan biri yoki o'yinchilardan biri jurnalistlarga ularning asosiy tarkiblarini sochar edi. Shu orqali Madridning raqobatchilari ularning taktikasini bilib o'yinga tayinlanishar edi. Ancelotti bu narsani bilib qolib nima qilganligini bilasizmi? U Real rahbariyatiga boshqalardan ko'ra asosiy tarkibni ma'lum qilaveringlar deb aytgan ekan. Nega deb so'rashganida nima bo'lsa ham biz g'alaba qozonamiz deb javob bergan. Bu jamoani o'z kuchiga ishonishi baribir boshqa darajada. Siz esa Dream League Soccer o'yinini o'ynaysizmi? Va tekin turnirda ishtirok etib $100 yutib olishni istaysizmi? Unda mana shu Telegram kanaliga hoziroq obuna bo'lib qo'ying. U yerda shunaqa turnirlar juda ham ko'p bo'lib o'tadi.